Bitta ay 12 yulduzga qarab Nigahim so'z yozdi tiniq osmonga Balki shu qo'shiqni aytmoqlik uchun Tug'ilgandirman men O'zbekistonda Mening ikki ko'zim bor Biri yurt, birisi xalq Mening bitta so'zim bor Ikkisini sevish shart Osiyo yuragisan Ko'hna tarix bo'lagisan O'zbekiston vatanim Sen jonim bo'lagisan Biz birlashdik endi yursak bo'ladi Zafarlar bundan yuksak bo'ladi Agar adolat bo'lsa, adolat, korrupsiya bo'lmasa yuragisan Ko'hna tarix bo'lagisan O'zbekiston vatanim Sen jonim bo'lagisan Biz birlashdik endi yursak bo'ladi Zafarlar bundan yuksak bo'ladi Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa Dunyoni qaytadan qursak bo'ladi Biz birlashdik endi yursak bo'ladi Zafarlar bundan yuksak bo'ladi Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa Dunyoni qaytadan qursak bo'ladi Millating nima? O'zbek. Vataning qayerda? O'zbekistonda. O'zbekiston qayerda? Yuragimizda. biz yagona xalq, yagona millat bo'lib ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqdamiz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan. Biz yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz. Biz bir bo'lsak, yagona xalqmiz. Birlashsak, vatanimiz. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi Zafarlar bundan yuksak bo'ladi Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa Dunyoni qaytadan qursak bo'ladi Biz birlashdik endi yursak bo'ladi Zafarlar bundan yuksak bo'ladi Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa Dunyoni qaytadan